O xudoyim, shuncha ham odam ko'p bo'ladimi? Oh my god. Bu hayotimdagi eng aqldan ozdiradigan narsa. O'zbekistonga xush kelibsizlar, amerikalik do'stlarimiz. Men o'ylashimcha hamma shunday qiladi. Bitta echki va 100 ta odam ot ustida. Echkini esa bitta mo'ljallangan joyga olib borish kerak. Kimda kim birinchi bo'lib olib kelsa, g'olib bo'ladi. O'zbekiston ajoyib xalqiga rahmat deb qolmoqchiman. Rahmat sizlarga. Biz bu davlatni yaxshi ko'ramiz. Biz amerikaliklar O'zbekistonni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat hammasi uchun. Sizlarning urf-odatlaringizni ko'rib lol qoldik va o'ylaymanki, butun dunyodan sizlarning vataningizni chiroyini va urfini ko'rishga kelishadi. Kelinglar mazza qilib otlarni minamiz.